Davlat fuqarolik xizmati yangi yondashuvlar asosida tashkil etiladi. Davlat fuqarolik xizmatini yangi yondashuvlar asosida tashkil etish hamda professional va natijadorlikka yo'naltirilgan davlat xizmatchilari korpusini shakllantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi Prezident farmoni qabul qilindi. Farmonga ko'ra 2025-2026 yillarda davlat fuqarolik xizmatini yangi yondashuvlar asosida tashkil etishning asosiy yo'nalishlari belgilandi. Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi, Davlat siyosati va boshqaruv akademiyasi hamda El yurt umidi jamg'armasining doimiy hamkorligi asosida davlat xizmatida kadrlar tayyorlashning yaxlit tizimi joriy etiladi. 2026 yil 1-yanvardan davlat xizmatiga birinchi marta qabul qilingan davlat xizmatchilari bilan mehnat shartnomasi dastlab 1 yil muddatga tuziladi va keyinchalik faoliyatining ijobiy natijalariga ko'ra mehnat shartnomasi nomuayyan muddatga uzaytiriladi. KPI natijalari xodimlarning kasbiy kompetensiyalari rivojlanishini uzluksiz onlayn monitoring qilish tizimida yig'iladi va tahlil qilinadi. 2025 yil 1-avgustdan respublika hududiy va tuman shahar darajasidagi tashkilotlardagi lavozimlarning boshqaruv va yordamchi guruhlari uchun tanlovlar faqatgina davlat fuqarolik xizmatchilari vakant lavozimlarning yagona portali orqali o'tkaziladi. Iqtidorli boshqaruvchilar va liderlarni, yangi avlod rahbarlarini aniqlash va tanlash bo'yicha Top 100 dasturi joriy etiladi. Salohiyatli va istiqbolli rahbarlarning barqaror zaxirasini ta'minlash maqsadida milliy kadrlar zaxirasi hamda salohiyatli kadrlar zaxirasi shakllantiriladi. 2025 yil 1-oktyabrdan davlat xizmatchilarining xorijiy va ichki xizmat safarlarini tashkil etish, hisobini yuritish va tahlilini olib borish elektron tizimi tarkibidagi xizmat safari yagona moduli orqali amalga oshiriladi. 2026 yil 1-yanvardan davlat organlari faolligining milliy reytingi joriy etiladi. 2025 yil 1-sentyabrdan davlat xizmatchilarining o'z ko'nikmalarini doimiy rivojlantirib borishi hamda ular o'rtasida o'zaro muloqotni kuchaytirish bo'yicha davlat xizmatchisi mobil ilovasi ishga tushiriladi.